Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar, aziz do'stlar, Vulqon Uz kanalining ashaddiy muxlislari, hurmatli obunachilar, xudo xolasa bugun hafta kuniga seshanba kun kech bo'lishiga qaramasdan obunachilarimizga shunaqa chiroyli ona bola variantidan qisir variantlardan olib kelish kerak ekan. Bir chiroyli video qilib berish maqsadida Tursun Po'lat ukamizning qo'rlari kelganmiz. Assalomu alaykum obunachilar, Eldor aka keling. Hormang, charchamayapsizmi? Xudo xolasa bugungi obunachilarimiz Eldor aka ona bola chiqadi, qisir qo'y chiqadi. Qo'zi, qo'chqar, so'liq hammasidan chiqadi. Hammasidan chiqadi, xudo xolasa. Bugun telefonga odam dishi bitadi bugun. Mana inshaalloh, mana hurmatli obunachilar, qo'ylarimizni ko'rib turibsizlar, badani ham yaxshi, bollari ham o'ta go'zal variant, lekin buni sariqqa haqiqiy besh ketdim, yurishlari boshqacha ekan mana shuni bolasini. Razne sami yo'g'i zo'r bollarini ham. Hurmatli obunachilar, xo'p, bo'ymaslarni ko'rib turibsizlar, bollar necha oylik deymiz? Bollar o'sha 1 oylik plus minus. 1 oylik plus minus. Qo'chqormi, so'liqmi? Qorasi qo'chqor, buni sarig'i qo'chqor, qorasi urg'och. Qorasi urg'och ekan mana. Hurmatli obunachilar, xudo xolasa bir yurg'izib ham ko'rsatamiz endi obunachilarimizga. Xudo xolasa sog'liklaridan muammolari yo'q. Yeb ichishi, shunda uylariga boradi, yegizadi, ichgizadi, yog'sa pulni sana berishaveradi. Xudo xolasa mana hurmatli obunachilar. Yeb ichishidan muammo yo'q. Yeb ichishdan muammo yo'q. Inshaalloh yeb ichgandan keyin pulni sana beradi. Yeb ichgandan keyin xotirjam pulni sana berishaveradi. Xo'p, buni yoshini nima deymiz? Isboti bilan bo'lsa mana. Mana hurmatli obunachilar, realni. Buni bolasi mana shu qora so'liq buni bolasi. Nargizni o'shalikchi. Bunisi yoshroq shekilli bunisi, ha? Ha, bunisi o'sha 6 taga o'tkazyapti turgan. 6 taga o'tkazyapti ekan. Uni ham ochib ko'rsatib qo'yaylik. Bollari ham lekin tetik ekan, yaxshi ekan. Ha, bollari ham yirik. Mana hurmatli obunachilar. Xo'p, xudo xolasa videoni oxirigacha ko'rib turasizlar. Mana hurmatli obunachilar, 6 taga o'tyapti. Xo'p, videoni oxirigacha ko'rasizlar. Qisir so'raganlarga qisir, qo'chqor so'raganlarga qo'chqor, bugun xudo xolasa hammasidan. Qo'zi hammasidan bor, telefonga odam dishi bitadi bugun. Xudo xolasa Tursun bo'ladi. Narxda buni narxini nechga qo'yib beramiz? Narxi yo'lda qilib aytib qo'yaylik obunachilaringizga. Kanalingizga anchadan qo'chqarga yo'qmi? Aha. 6 million 700 ming so'mdan donasiga ketdi, ona bola. 700 ming so'mdan. Ikkon bir joyga olishsa, dastlabkasi ketaveradi. Samarqandgacha besplatni. Samarqandgacha besplatni, hurmatli obunachilar. Tursun bola sal kelishtirib bering, xudo xolasa bir joyga olishsin, olgan odam ham baraka topsin-da, yo'lida qilib bering. Xudo xolasa aybim deyapman bugun. Xudo xolasa. Bugun dangal aybim deyapman Eldor aka. 6 million 600 ming so'mdan dastlabkasi Toshkentgacha yetib boradi. Shuni 6,5 do'ring. Tikka. Unda qoplamay qoladi, bizga ham hisobi tushmay qoladi. 6,5 dan do'ring. Qo'ylar ham arziydi, o'ta zo'r qo'ylar. Obunachilarimiz aloqaga chiqishadi. Endi etlari yaxshi ekan, bolalar mana ko'rib turishibdi. Shi ham yosh qo'ylar. 6,5 dan ketsin, Tursun bo'ladi, xudo xolasa. Bo'ldi, bu aybim deyapman dedim Eldor aka, 6,5 million so'mdan Toshkentgacha ketadi. Mana hurmatli obunachilar. Inshaalloh telefon qilaverasizlar. Telefon qilgan odam ishi bitadi, hurmatli obunachilar. Xo'p, o'sha endi aytilgan qisir qo'ylarni olib chiqarib. Qisir qo'ylarga ketdi. Ketdi bo'lsa, hurmatli obunachilar. 3 partiya, 4 partiya qisir qo'yimiz bor. Sizlarni kuttirmagan holda o'shalarni olib chiqib ko'rsatamiz. Puli yengil-a? Puli o'ta yengil. Ketdik bo'lmasa. Hurmatli obunachilar, bu partiyaga shu obunachilarimiz so'ragan, boladan ajragan qisir qo'ylar bo'ladi. Hali yemga tayyor, eng qizig'i go'shi bor variantdan, hurmatli obunachilar. Mana badani ham o'ziga yarasha bor. Badani zo'r, Tursun bo'ladi, ko'rsatib. Qurolliqacha tayyor qilib beraman desa ham bo'laveradi qo'ylardan. Hurmatli obunachilar. Mana bunaqa badanligi juda kam keladi, hurmatli obunachilar. Biz kuzatadigan akalarimiz bilishadi, sababi bizga Eldor aka arzon kelgan, yengil qilib chiqarib beramiz obunachilaringizga. Xo'p, yeb ichishdan muammosi yo'q, ha? Yeb ichish 10 kunga sinab olishaveradi, bir hafta ham emas. Bunaqa qo'ylarni o'zi so'rash o'zi aslida uyat ham yeb ichishini yo'q, bari so'rab qo'ygan yaxshi. Sababi bu qo'ylar yemasa ichmasa badani ham bundaqa bo'lmaydi-da. Qonni ham zo'r chiqib turgan. Juda ko'p kuzatganlar, kamdan kam holatlarda haligi kuzatiladi, masalan. Zo'r, sastanasi mana yuzlari ham tiniq bo'lib turibdi. Soni 4 dona mana hurmatli obunachilar, badani haqiqatan yaxshi. Bitta obunachingizga shunaqa bir qo'ra qolib qo'ysa, maza qilib boqishadi. Xudo xolasa. Etlarni bir ko'raylik-chi, buni eti ham yaxshi. Hammasining eti yaxshi ekan, hammasi badani ham zo'r. Buni ham ozg'inga o'xshaganmi, haligi eti ko'chganda. Mana hammasining eti yaxshi ekan. Xudo xolasa bularni 2 oy agar bosib yemlaydigan bo'lsangiz, vobshe zo'r o'tib ketadi agar 2 oy yemlansa, 1 oyda ham zo'r effektini beradi-yu. Agar 2 oy yemlanadigan bo'lsa, haqiqiy effektini beradi, hurmatli obunachilar. Bular qachon keldi, Tursun bo'ladi? Bular kelganiga 3 kun bo'ldi, yeb ichishi hamma yo'g'i sinovdan o'tdi. Charchoqlarida hozircha chiqqan. Charchoqlari chiqqan. Tetik bo'lib qolibdi, zo'r. Dumbalari ham bor variantda, hurmatli obunachilar.
Bir ikkita akalarimiz yoshuvdi, buni dumbasini kim olib ketib qoldi dedi valay. Bir ikkita qisqa bo'yla chiqarsak, bularning dumbasi bor ekan mana. Dumbasi hamma yo'q zo'r, xudo xohlasa uyaltirmaydi. Inshaalloh. Tursun bo'ladi bular narxi. Bular narxi o'ta yengil Eldor. Endi bitta gapda, badani yaxshi. Unaqa gaplar emas, yo'lida bering, bir joyga olishsin. Bolda 2 million 800 ming so'mdan bitta obunachisi. Dastlabki Toshkentgacha. 800 dan qimmat aytib qo'yapsiz. Hali yo'lida aytavering. Obunachi 2 million 800 dan qimmatmi? Sir qo'ydi, shuni ko'rganda bilishadi. Endi o'zingiz bilasiz, pashta har kuni chiqaraman. Bolda qoldi beraman mana 2 million 700 ming so'mdan. 700 emas. Dastlabki Toshkentgacha yetib boradi. 600 dan deb cho'chimay aytavering. Yo'q. Tursun bo'ladi. Bolda 650 dan mana. Hey, yarim tag odam emasmiz, butun ish qilaveraylik. Bolda 2 million 600 mingdan bitta obunachisiga ketdi. Xudo xolasa mana, hurmatli obunachilar, eti yaxshi. Xudo xolasa iloji bo'lsa tepasiga kelib ko'radigan akalarimiz bo'lsa, bemalol kelib ko'rib olishaveradi. Lokasiyadan tashlab beramiz. Boladan yangi ajragan variantda. Xudo xolasa yemini berasiz, hashagini berasiz, o'zgaradigan holat. Inshaalloh dastlabkilar bor-a? Dastlabki Toshkentgacha kelishilgan narxda yetib boradi. Toshkentgacha kelishilgan narx ichida yetib boradi mana. Qo'ylarimizdan ko'rib turibsizlar akalar mana. Sizlar uchun mana maxsus eti zo'ridan, eti yaxshisidan tez yetiladigan so'ragan akalarimiz uchun mana maxsus keyingi partiyaga qanaqasini olib chiqamiz? Keyingi partiyaga yana qisirlar chiqadi. Yana qisirmi? Yana qisirlar. Puli yengil bo'ladimi? Puli bundan ham yengil qilib beramiz. Ketdingiz olib chiqaylik. Ketdik. Hurmatli obunachilar, hozir buni pulini yengil deyishyapti, lekin men farqini deyarli sezganim yo'q. Bo'ybaslari pashta bir xil Eldor aka ularni. Suyagi katta bo'lsa kattaki, lekin farqini sezganim yo'q. Bular qachon kelding, Tursun bo'ladi? Bular o'shalar sherigi. Sherigi bo'lib aliga qilib chiqaryapmiz. Sher alohida qilib, partiya qilib chiqaryapmiz. Xo'p, nargilarning ma'lumotini bermayapmiz. Tishlari, nargilar Eldor aka muammosi yo'q. 8 tadan tishi. 8 tadan. Bularni ham 8 tadan. 8 tadan mana. O tagini ham ko'rsatib qo'ying, yaqinda ajragan boladan ham. Mana yillarni ko'rib turibsizlar, bolada yangi ajragan variantda. Endi bundan bag'a zo'r bo'lib ketadi qo'ylar. Endi bularni bola emib qo'yganda to'g'ri, bola tashlaydi endi. Bolani tashlab bundan bu yog'iga yegan sari o'zgaradigan qo'ylar. Xudo xolasa. Ularga silos bilan kepak deb yursangiz ham effekt beradi. Jitchadan kepak bilan o'sha silosdan berib tursa zo'r bo'lib ketadi qo'ylar. Xudo xolasa. Qo'ylar ham bachkana qo'ylar emas. Kelgandan bironta kamchiligi bilan sezmadingizmi, yaxshimi? Yo'q. 10 kunga xotirjam sinab olishaveradi. Bir hafta ham emas. Endi avvalo hech kimni sharmanda qilib qo'ymasin xudo. Endi baribir so'rab qo'ygan yaxshi Tursun bo'ladi. Joniga garantiya o'rinmasa, yeb ichi hamma yo'g'i zo'r, sog'ligiga. O'zimizning jonimizga ham garantiya yo'q. Xudo xolasa sog'lik yeb ichlariga 10 kun garantiya berilyapti. Dastlabkilar boya aytilganda uyushtirib beriladi. Dastlabkilardan muammo yo'q. Dastlabki O'zbekiston bo'ylab bo'ladi, kelishilgan narxda Toshkentgacha yetib boradi. Undan u yog'iga 50 ming 100 ming so'm qo'shiladi. Endi bitta gapda haligi arzon qo'ysak bo'lmagan gap degan gap so'zlar ko'payib ketyapti. To'g'ri. Qo'zi narxida bo'lib ketyapti, boshqa bo'lyapti. Qo'zi narxida bular ham. Endi bitta gap. Video qo'yilgandan keyin 1 soat 2 soatda sotilib ketsa, telefon qilgan odamga qo'yib sotildi deyilsa, yolg'on deyishyapti ekanda. Endi iloji boricha ammo telefon qilsa ishlayman, bitiraman. Bitta bu qo'ylar emas bizda. Baqilib turgan semizlari ham bor. Video qilib tashlab beraveramiz. Telefon qilsa, lokatsiyani tashlab beramiz, kelib ko'rib, tevasida xotirjam baho qilishaveradi. Xudo xolasa. Akalar, arzon narsa bor, tez sotilib ketadi, o'shanga shoshilaverasizlar. O frank undaqa narsa emas. Qo'ylar sotiladi. Telefon qilgan maqsad o'z sotish. Qo'y bor. Bu partiya endi 5 ta ekan-a? Bu partiyaga 5 ta, ozgina. O'zi ikkala partiyani o'zi bir qo'raq tashlab qo'radigan ekan. To'g'ri. Tursun bo'ladi, bular narxini necha pul qilib beramiz? Kun ham kech bo'lyapti. Narxi o'zi past Eldor aka oldingi partiya bilan bir xil. Bitta gap. Kun shom bo'lyapti. To'g'ri. Telefon ishlab turadi, obunachilar telefon. 24 soat 7 bemalol telefon qilishaveradi. Telefon qilishaveradi. Endi narxi aytaylik bular. Narxi bo'ldi. Ulardan yengil chiqaraman dedim, 2,5 million so'mdan olishsin. 2,5 milliondan. 2,5 milliondan olishsin. Bir joyga. Dastlabki Toshkentgacha yetib boradi. Tanlab olish nima bo'ladi? Tanlab olishga 100 ming so'm plyus, 100 ming so'm minuslar bor. Plyus minusi bor, hurmatli obunachilar. Tursun bo'ladi, mana shulardan bir 100 ming o'tib 24 dan qilib olmaysizmi, mabodo? 10 million so'mga. Narxi yaxshi 25 dan 24 dan qilib beravering shuni obunachilarimizga. 10 million so'mga hayrini qilib beraman telefon qilishsa. Yo'q, 10 million so'm. Xo'p, 2,5 dan bo'lsa hozir. Yo'q, 2,5 dan bo'lsa. Menda hozir 5 ta qo'yingiz bor. 5 ta, to'g'ri. Men 4 ta debman. Bu 2,5 million so'mdan hayrini ham qilib beramiz. Telefon qilishsa bo'ldi. 24 dan to'g'ri, 24 dan. Bo'ldi, 50 ming so'mni o'tib beraman men. Bulat, men yarimtagi odam demayapman, butun odam deyapman. Bo'ldi, 2 million 400 dan ket Toshkentgacha. 2 million 400 mingdan xudo xolasa Toshkentgacha dastlabkilari bilan 5 ta 4 ta emas bu. Soni 5 ta. 5 ta hurmatli obunachilar, xudo xolasa
Telefon qilaverasizlar, o'ylanmasdan inshaalloh telefon qilgan odamning ishi bitkazishga harakat qilinadi. Keyin Qo'ylar tezroq suyagan chiqaylik, katta. kun kech bo'lyapti. Bundan keyingi ham qisirlari. Ketdik. Hurmatli obunachilar, xudo xolasa bugunga qisir qo'ylar ko'p ekan. Xudo xolasa boqaman degan akalarimiz bugun ishlari bitadi. Boladan yangi ajragan variantda bo'lgan hurmatli obunachilar. Sog'liqlari yaxshi bo'lani ham. Sog'lig'i yeb ichishi zo'r, 10 kunga garantiyasini beramiz. Dastavkasi Toshkentgacha yetib boradi. Qachon keldi bular? Bular kelganiga 2 kun bo'ldi, bular kelganiga. 2 kun bo'ldi. Bitta charchog'i bor. Puli ama sistemni qo'zini narxida qo'yib beraman. Qanaqadir kamchiliklarni sezmadingiz? Kamchilik yeb ich hamma yo'g'i zo'r, kamchiligi yo'q qo'yiladi. Yaxshi, xudo xolasa mana yillardan ham bilsa ham bo'ladi. Yangi boladan ajragan variantda hurmatli obunachilar. Xudo xolasa bu takror aytyapmiz. Bularga yem kerak, hashat kerak. O'sha kepaydan chechcha berib turishsa zo'rib ketadi qo'ylar. Bular dalada bola boqib yurgan xolosda, xudo xolasa bemalol. Ama suyaylik qo'ylar. Hozir o'ylanmasdan telefon qilaverasizlar hurmatli obunachilar. O'zi iloji bo'lsa uchala partiyanimda gaplashinglar. Bir qo'ra olib qo'yadigan bo'lsa, yana ham qulay narxlarda bo'ladi. To'g'ri, 3 partiya bitta qilib olsa, hayri chiroyli qilib kelishtirib beramiz. Xudo xolasa mana akalar. Tepasiga kelib ko'ramiz degan akalarimiz lakasalar. Bemalol lakasani tashlab beramiz, kelib ko'rishaveradi. 100 turib gaplashgan boshqa. To'g'ri. Gaplashgan boshqa. 100 kelib ko'rsa yaxshi bo'ladi. Borgandan keyin muammo bo'ladigan bo'lsa, bizga ham bo'lmaydi. Yo'q, endi xudo xolasa hamma tarafini ko'rsatib. Xudo xolasa hamma yo'q, zo'r muammosi yo'q qo'yiladi. Kelib yoqtirib olishsa baribir yaxshi qo'yi. Qo'ylar jichcha qaros qolgan, ammo mondaqasi bor ichida. Ikkita badan oriq so'roq emas, badani yaxshiroqlari bor mana. Dumbalik, et ko'chgan. Et Mo, qarang. ko'chgan variantda xudo xolasa. Yaxshi. Soni bu partiyaga 2 tur 6 ta ekan-a. Tursun bola, soni 6 ta. turmaylik, narxini aytaylik. 2 million 300 ming so'mdan desam nima deysiz? Yaxshi. Endi qo'zin narxi bo'lyapti. 2 million 200 dan so'm nima deysiz? Unda herda siz haliga olmaydi-yu. Tursun bo'ladi. Biz aytgan ham bo'lsin, 2 million 300 ming so'mdan Toshkentgacha yetib boradi. Qas so'raganim yo'q, Tursun bo'ladi. Bo'ldi, yana 50 qilmaymiz a. 2 million keyin mana 50 qilmayman men. 2 million 200 ming so'mdan Toshkentgacha ketdi. Mana hurmatli onachilar 2 million 200 mingdan Toshkentgacha mana xudo xolasa telefon qilasizlar. Sonini aytasizlar, o'z iloji bo'lsa bir qo'ra qilib oling inshaalloh. Maza qilib boqiladigan variantda. Hurmatli obunachilarimiz ichida haligi kamyoblariga qiziqadiganlar ko'pda. Ranglilarga, oq ayiqlariga, mana shunaqa ko'rkamlariga qiziqadigan akalarimiz ko'p. Mana sizlar uchun haqiqiy variant. Bari o'ta zo'rlar kelgan, mana ko'rsatib qo'ying. 3 ta sog'liq, bitta qo'chqor. Bo'ybaslar kelishgan hurmatli onachilar, mayda shunda narsa emas. Xudo xolasa boqsa bo'laveradigan variant bunday bo'ybaslarni ko'rib turibsizlar, rang ro'ylari toza. 4 ta ham to'qliq qo'y. To'g'ri. Xo'p, 3 ta sog'liq-a? 3 ta sog'liq, bitta qo'chqor. Mana shu o'rtada mana shu. Mana shu qo'chqor ekan. Raznes hamma yo'g'i kelishgan. Xudo xolasa mana akalar. Nimalarni ko'rib turibsiz, endi bu sheriklari. 4 ta ham quloq boshi ham butun. Butun, ha. Yo'q, chiroyli ekan qo'ylar. Rangi ham tiniq ekan. Bir qora qilib boqadigan. Sog'liqlari yaxshi? Yeb ichi 10 kunga garantiya, bir hafta ham emas bizda. Mana akalar, xudo xolasa maza qilib rangligidan boqaman degan akalarimiz bo'lsa, aloqaga chiqaverasizlar. Bir qora ekan-da, endi bularni o'zi menimcha ajratmagan yaxshi. Yana o'zlaring bilasizlar, menimcha ajratmagan yaxshi. Bir qora yursa, xudo xolasa ko'zingizni quvnatadigan variantda. Bitta sariq bor ekan, mana 3 ta oqi bor ekan. Mana shu qo'chqor. Qo'chqor ham chiroyli ekan, tursun. Qo'chqor ham o'ta zo'r. Zot olgani ham o'ta chiroyli, raznes hamma yo'g'i kelishgan, oldi ham keng qo'ylar. Necha oylikka beramiz bularni? Bularda 8 oy, 9 oylikka olishaveradi. Bizga ham avvalo kelgan. Kelgan shu qo'yni ichida yuramiz, shu taxminan 8-9 oylik. 8-9 oylik atrofida mana hurmatli obunachilar. Inshaalloh boqaman degan akalarimiz telefon qilaverasizlar mana. Zo'r mana. Quloq boshi 4 toniki ham butun. Hammasiniki butun. Narxi necha qo'yasiz Tursun bo'ladi? Narxi bo'ldi 3 million 100 ming so'mdan bitta obunachiga olishsa. Mayda juda qilmayman. Tekis narxlarni ayting-da, dangaldan. Bo'ldi mana, qo'ldi bering. Dangaldan 3 million so'mdan bitta obunachiga oladigan bo'lsa, Toshkentgacha yetkazib beraman. Hammaga berasiz, telefon qilishadi. Telefon qilishadi 3 milliondan hayrini yo'q beraman mana. Haligi qilolmay, o'zlari masalan telefon qilishadi, yo'lida qilib berasiz obunachilarimizga. 4 ton bir yerga olishsa 3 milliondan hayrini yo'q beramiz Eldorбек aka. 3 milliondan hayri ham bor. Telefon qilsa ish bitadi bugun. Ana shunaqa deb turing, dangaldan o'tib beraman deb turing, odamning kayfiyati ko'tariladi shunda inshaalloh.
Xo'p, keyingi partiyaga qanaqasini olib Keyingi chiqamiz? partiyaga qo'zilari bor bular. Chiroylilari bormi? O'ta go'zallari Ketdik o'sha bor. olib chiqaylik. Kun kech bo'lyapti, obunachilarni tezroq yetkazishimiz kerak. Obunachilaringiz ham ancha kutib qolishdi, o'zi qo'ziladi ham. Hurmatli obunachilar, xudo xolasa bu partiyaga qo'zilar. Qo'zi bo'lganda ham shu haligi yetalab yurib boqsa ham bir ko'rishda sevib qoladigan variantlar endi. Kepay berib yursa ham bo'laveradigan, har yo'lga to'g'ri kelaveradigan variantlar. Buni qo'shqorim sog'lom tursin bo'ladi. Bitta qo'chqori bor, 9 ta sovlig'i bor. 9 ta sog'lom, 10 ta ekan-da. Soni 10 ta bir pachka, bitta obunachingizga. 10 dona shu o'rtadagi qo'chqorga o'xshayapti, u sariq. Mana hurmatli obunachilar, bo'ybastlarni ko'rib turibsizlar. Necha oylikka beramiz ularni tursin bo'ladi? Bularni 5 oylikka olishaveradi. 5 oylik atrofida mana hurmatli obunachilar, xudo xolasa sog'lik yelchalari yaxshimi? Yeb-ichimliklari 10 kunga garantiyasini beramiz, sinab olishaveradi. Bor. Bir qora ekanda, o'zimda aytganda bir 10 dona bo'lsa hurmatli obunachilar. Bir pachka. Hop, endi bu yerda bir pachka deyilyapti. Bitta olaman degan odam ham, ikkita olaman degan odam ham telefon qilaveradi akalar. Bitta olishaman desa ham xotirjam telefon qilib aloqaga chiqishaveradi. Xudo xolasa, o'ylanib qolmanglar tag'aligi. Bular pachka sotar ekan. Endi hamma sharoit har xil. Hammaga birdaymiz. Xudo xolasa telefon qilaverasizlar hurmatli obunachilar. Dastlabkilar bilan kelishtirib beriladi. Dastlabkilar Toshkentgacha. Toshkentgacha. Xo'p. Har tarafdan mana ko'rsatamiz, mana dumbalarni ko'rib turibsizlar hurmatli obunachilar. Dumbalarni hamma yoq g'ozor, xotirjam telefon qilishsa bo'ldi. Xolasa, narxini endi aytaylik, obunachilarimizga kundi kech qilmaylik. Narxini aytsam baribir so'rayapsiz, Eldor aka. 2 million 300 ming so'mdan общий sommaga hayrini qilib beraman. 2 million 300 ming so'mdan qilib berasiz. Hayrini qilib dastlabki qilib beramiz. Ketdi mana hurmatli obunachilar, 2 million 300 mingdan hayrini qilib berasiz. 2 million 300 ming so'mdan hayrisi bor. Dastlabkilar qancha bo'ladi bular? Dastlabkilar kelishilgan narx ichida Toshkentgacha yetib boradi. Bir qora qilib olishsa, bir qora qilib olishsa, u yog'iga ketsa kerak. Vodiyga bo'lsa hayrini ham qilib beramiz yana. Ketdi mana hurmatli obunachilar. Xudo xolasa telefon qilaverasiz. Bitta olishsa ham xotirjam telefon qilishaveradi. Kimga qaysi qo'y to'g'ri kelgan bo'lsa, o'ylanmay telefon qilavering. Masalan, o'zimi, boshqami, bu yerda juda ko'p partiyasi kun kech bo'lib ketgani uchun hammasini ko'rsatib olganimiz yo'q. To'g'ri. Telefon qilasiz, o'zi variantlarni aytishadi. Xudo xolasa, o'zingizga keragini tanlab olsangiz ham bo'laveradi. Bugunga endi shularni tursin bo'ladi. Bugunga shular Eldor aka. Hurmatli obunachilar, xudo xolasa, videomizda xato kamchilik bo'lmadi deb o'ylaymiz. Mabodo bo'lgan bo'lsa ham kommentariyada fikrlaringizni kutamiz. Keyingi videolarda yaxshilashga harakat qilamiz. Musofirdagi akalarimiz sizlar uchun отдельно mana shu video maxsus bo'lyapti. Xudo xolasa qo'llab-quvvatlab turasizlar. Videoni oxirigacha ko'rgan hammaga rahmat. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar. Yaxshi kunlarda, yaxshi videolarda ko'rishish nasib qilsin.